Seni o'zing bir yona, meni o'zim bir yona. Ishqingda o'lar bo'ldim, izladim yona. Qora ko'z boy boy boy, qora ko'z boy boy, qora ko'z boy boy boy. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz armiyaga bormagan talaba yigitlarga armiyaga chaqiruv xati qachon kelish haqida gaplashamiz. Armiyaga bormagan talabalar, yaqinroq keling. Sizga muhim ma'lumot topib keldim. Oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun harbiy xizmat o'tashning 3 xil turi bor. Iltimos, sekinroq gapirsangiz, yozib olay. Yozib oling. Quloqsiz talabalarga esa 3-si asqotadi. Kunduzgi ta'lim talabalari oliy ta'lim muassasasida kunduzgi shaklda ta'lim olayotgan talabalar o'qishni tugatgunga qadar harbiy xizmatga chaqirilmaydi. Ularning chaqirilish muddati o'qishni tugatgunga qadar kechiktiriladi. Kunduzgi va kechki ta'lim shaklida o'qiyotgan talabalar safarbarlik chaqiruv rezerv xizmatiga o'z roziligi bilan olinishlari mumkin. Bunday holatda talabalar iyul-avgust oylarida 1 oylik harbiy xizmatga jalb etiladi. O'qishdan chetlatilgan talabalar. Agar talaba oliy ta'lim muassasasidan chetlatilgan bo'lsa, u ortiq talaba emas. U chaqirilish muddati kechiktirilish huquqidan foydalana olmaydi, undan mahrum bo'ladi va harbiy xizmatga chaqirilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, yuqoridagi talablar barcha davlat va nodavlat ta'lim muassasalari uchun birdek tatbiq etiladi. Bu xoh xususiy universitetlar bo'lsin, xoh davlat universitetlari, qonun barcha uchun barobar. Bundan tashqari, harbiy xizmat sababli akademik ta'til olish tartibi ham bor. Agar talaba o'z xohishiga ko'ra armiyaga vaqtida borishni istasa va o'qishni keyin davom ettirishni istasa, akademik ta'til olib borishlari mumkin. Bu haqida pastdagi matnda o'qib olishingiz mumkin. Videoni esa armiyaga bormagan qora qosh, qora ko'z yigitlarga yuborib qo'yamiz.